Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Demak, sizlar bilan yana Dispek Community. Sizlar bilan yana o'z dasturimizni rivojlantirishda davom etamiz. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan query funksiyasini ko'rib chiqamiz. Agar tayyor bo'lsangiz, biz darsimizni boshladik. Faysimizni bersin. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan query funksiyasidan foydalanamiz. Query funksiyasi nima deydigan bo'lsangiz, query funksiyasi bu barcha ma'lumotlaringizni, birorta xonadagi ma'lumotlaringizni hammasini bitta qatorga olib berishi mumkin bo'ladi. Bu qatordan qanday foydalanamiz? Nimaga kerak bu qatorimiz deydigan bo'lsangiz, bu qatorimizdan biz har xil maqsadlarda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, aytaylik, sizda do'koningiz bor, har xil mahsulotlar do'koningiz borda va do'koningizda hamma mahsulotlaringizni bitta nimaga qatorga hammasini bitta qo'yyapsizda va qarayapsizda kuni sroga aytaylik o'tib ketganlarni ajratib ber. Faqatgina sroga o'tib ketganlar qolsin deyapsiz. Va shu xuddi shunaqa narsani biz filtrlash orqali qilamiz. Yoki aytaylik, sizda hamma o'quvchilar bor, to'la o'quvchilar borda, ular ekzamen topshirishdi. Ekzamen topshirishdida, ekzamenda masalan aytaylik, hammasini to'pladingiz, hamma o'quvchilar to'plansin deyapsizda. Hamma o'quvchilar to'plangandan keyin test natijasi 80% dan yuqori bo'lsa, shu o'quvchilar qolsin, qolganlar ketsin deyapsiz boshqa xonaga. Xuddi shu vaziyatda biz hamma o'quvchilarni query ga qilamiz, ya'ni bitta qatorga qo'yamizda va ularni filtrlaymiz. Filtr yoqamizda. Siz faqat hamma o'quvchilarni filtrdan o'tkazasiz. Agar u o'quvchini test natijasi 80% dan yuqori bo'lsa, kiraveradi. Agar yo'q bo'lsa, chiqib ketadi. Xuddi shunaqa narsa qilib, biz kelinglar hozirgi vazifalar ro'yxatimizni query ga solamiz. Bunda qanday foydalanamiz? Aytaylik, to'la vazifalarimiz bor va hamma vazifani shunga bir qator qilamizda, bir qator qilib turib, ularga filtr qo'shamiz. Faqatgina deymiz, bajarilgan, ya'ni holati, vazifa holati nima bo'lsa, tekshirilgan bo'lsa qolsin, bo'lmasam chiqib ketsin deymiz. Va xuddi shunaqa barcha vazifalarni yana bitta qator qilamizda, faqatgina vazifa holati tekshirilmagan, ya'ni qilinmagan vazifalarni bitta ro'yxatga qilamiz va qolgan ro'yxatga barcha qilingan vazifalarni boshqa ro'yxatga qo'shishni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Buning uchun biz plus funksiyasidan foydalanamiz. Xo'p, plus dezamizda aytaylik, birinchisi bajarilgan vazifalar. Bajarilgan vazifalar deb yozib olamiz. Va hozir aytib o'tganimdek, query funksiyasidan foydalanamiz. Query funksiyasi mana. Query yoki maki yozsangiz ham chiqadi. Q deb yozsangiz o'zi chiqar ekan. Query deb yozamizda, mana query funksiyasidan foydalanamiz. Xo'p, endi aytyapti, qaysi qatoringni senga nima qilib beri? Bitta qatordaqa to'plab beray deyapti. Qaysi qatorimiz kerak bizga? Albatta, vazifalar qatorimiz kerak. Vazifalarni ezib olamiz. Mana ko'rib turganingizdek, hamma bizda 5-6 ta bo'lganda 5-6 ta hammasini chiqarib berardi, lekin bizda hozir bitta bo'lgani uchun bitta o'zi turibdi. Xo'p. Endi filtrni qo'shamiz. Har qanday detektor qo'shamizda, filtrni qo'shamiz. Shu filtr orqali ularni o'tkazish yoki o'tkazmaslikni ko'rib chiqamiz. Xo'p, filtrni qo'shdik. Endi aytyapmiz, agar deyapmiz, agar vazifa holati is, ya'ni tekshirilgan bo'lsa, is checked, tekshirilgan bo'lsa, qolsin deyapmiz. Bo'ldi. Endi mana vazifa holati tekshirilganligi uchun qoldi. Va bu yerda sort deydi, ya'ni sortirovka qilishingiz mumkin. Ularni alfabet bo'yicha yoki birorta holati yoki rasmi, muddati bo'yicha tevadan pastga yoki pastdan tevaga qilib tartiblab olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, foydalanib ko'ramiz. Ularni keling muddati bo'yicha sortirovka qilamiz. Pastdan tevaga yoki tevadan pastga. Aytaylik, tevadan pastga ketish kerak. Masalan, 10-dan
20-ga bo'lib ketish kerak. Match multiple deb yoqamiz albatta. Bu nima degani? Nechta bo'lsa hammasini tortib ber. Ya'ni nechta bo'lsa hammasi qolaversin. Va o'chirib qo'yadigan bo'lsa, faqat birinchisi qoladi. Va limit, ya'ni masalan aytaylik, bizda kompyuter xona deylik. Kompyuter informatika xonasida biz test olmoqchimiz. Alfabet bo'yicha olyapmiz. Mana alfabet sort qildik. Alfabet bo'yicha qildikda A dan oxirgi Z harfigacha va limitlaymiz. Chunki bizda kompyuterlarimiz soni cheklangan. Shuning uchun atga limit yoqib qo'ysak bo'ladi. Masalan, 5 ta kompyuterimiz bor xolos faqat xonada 5 qilib qo'ysak, faqatgina 5 ta o'quvchini qoldiradi xolos. Xo'p, save qilib oladigan bo'lsangiz, mana bu yerda birinchi darsimiz turibdi. Kelib tekshirib ko'ramiz. Endi vazifa holatini o'chirib ko'ramiz. Vazifa holatini o'chiradigan bo'lsangiz, mana bajarilgan vazifalar ro'yxatidan chiqmaydi, chunki biz filtrdan vazifamiz o'tmadi. Va yoqib qo'yadigan bo'lsak, qaytadan mana vazifamiz ko'rindi. Xo'p, endi plus belgisi orqali bajarilmagan vazifalarni qo'shib olamiz. Plus qo'shamizda endi bajarilmagan vazifalar deb yozib olamiz. Bajarilmagan vazifalar deb yozib oldik. Endi buni turi albatta query bo'ladi. Query qildik va qaysi qatorimizni bitta qator qilib berish kerak? Bizda vazifalarimizni bir qator qilib berish kerak. Endi filtrda qo'shamiz. Qo'shdik. Endi aytamiz agar deymiz, vazifa holati deymiz, is not checked, ya'ni bajarilmagan vazifalar va holati tekshirilmagan bo'lishi kerak. Is not checked. Mana bunda ko'rib turibsiz, qarang. Masalan, o'chirib tashlaymizda mana hamma vazifalarni bir qator qilib beradi. Endi filtr qo'shdikda vazifa holatini is not checked qilib qo'ydik. Mana yo'qolib qoldi, chunki bu filtrdan u vazifamiz o'tmadi. Endi table orderdan muddatini qo'yamiz. Muddati tevadan pastga ketaveradi, pastdan tevaga ketaveradi. Xo'p, match multiple qilamiz va save qilamiz. Bo'ldi. Endi buni ham tekshirib ko'ramiz. Masalan, o'chiradigan bo'lsangiz, mana bajarilgan vazifalardan bajarilmagan vazifalarga o'tib qoldi vazifamiz. Xo'p. Endi kelinglar, yana o'tgan darsda o'rgangan narsamizni foydalanamiz. Hammasini sanab ko'ramiz. Xo'p, buning uchun nimadan foydalanardik? Rollup funksiyasidan foydalanamiz. Xo'p, plus belgisi orqali bajarilgan vazifalar sonini sanaymiz. Bajarilgan vazifalar soni. Xo'p, buning uchun funksiyamiz nomi rollup bo'ladi. Xo'p, rollup kezdik. Summarize degan joyidan endi nima qilamiz? Bajarilgan vazifalar soni, mana bajarilgan vazifalar filtrimizdan qatorimizni tanlaymizda vazifalar nomini sanaymiz. Mana count sanash, precision doim bizda hozircha 1 bo'ladi va undan keyingi ma'lumot vazifa. Xo'p, mana hozircha 0 ta bo'lib turibdi. Xo'p, endi buni tekshirib ko'ramiz. Yana bitta vazifa holatini yoqadigan bo'lsangiz, mana bitta vazifa bo'lib qoldi. Xo'p, hozircha o'chirib turamiz. Xo'p, ketdik. Endi bajarilmaganlarni xuddi shunaqa qilib qo'shib olamiz. Bajarilmagan vazifalar soni deb qo'shib oldik-da. Endi buni ham sanaymiz rollup funksiyasi orqali. Xo'p, endi bu yerda bajarilganlar emas, balki bajarilmagan vazifalarni nomini sanaymiz. Xo'p, sanaymiz, 1 qilamiz va vazifa deb yozamiz. Vazifa deb yozadigan bo'lsangiz, mana sanab beryapti. Save qilib olamiz. Xo'p, demak, bugungi darsimiz uchun shular edi. Keyingi darslarimizda sizlar bilan muddatlarini qancha qolganini sanab shuni ko'rib chiqamiz. Demak, darsimiz yoqqan bo'lsa, g'oyatda xursandmiz. Agarda qandaydir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi.